Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga fransuz bolalar yozuvchisi Antoine de Saint-Exupéry tavallud topgan kun munosabati bilan Kichkina shahzoda asariga tayyorlagan bukcharellarini e'tiboringizga havola etadi. Antoine de Saint-Exupéryning ushbu jahonga mashhur falsafiy ertagi 1-martda 1943-yil 6-aprelda Nyu-Yorkda nashr etilgan. U butun dunyo bo'ylab 140 million nusxadan ko'p sotilgan va eng ko'p xarid qilingan kitoblar ro'yxatidan joy egallagan. Kitobdagi rasmlar muallifning o'zi tomonidan yaratilgan. Bu tasvirlar asarning asosiy qismidir. Asarda Kichkina shahzoda koinotdagi turli sayyoralarga, shu o'rinda Yerga tashrif buyurganligi haqida hikoya qilinadi. Kitob yolg'izlik, do'stlik, sevgi va yo'qotish mavzulariga bag'ishlangan. Bolalar kitobining uslubiga qaramay, uning qahramoni hayot va inson tabiati haqida hikoya qilinadi. Asar o'z sayyorasidan safarga chiqqan Kichkina shahzodaning turli sayyoralardagi uchrashuvlari, uning atirgulga bo'lgan mehri va tulki bilan do'stligi orqali hayotning chinakam qadriyatlarini ochib beradi. Muallif bolalarcha beg'uborlik orqali kattalar dunyosidagi murakkabliklar va ma'naviy qashshoqlikni tahlil qiladi. Kitobdagi asosiy narsani ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Uni faqat qalb bilan his qilish mumkin degan g'oya asarning bosh g'oyasi hisoblanadi. Antoine de Saint-Exupéry kitob haqida shunday deydi: Axir barcha kattalar dastlab bolalar edi. Ulardan faqat bir nechtasi buni eslaydi. Siz ham bolalik chog'ingizni eslashni xohlasangiz, ushbu asarni albatta o'qib chiqing. E'tiboringiz uchun rahmat.